Mana bu videoda bitta ko'ringlar-da. Keldinglarmi? Men minib keldim mashinani. Ha? Minishni bilaman. Men kerak emasmanmi? Sizlarni sog'indim men. Oddiy bolani dadasi bog'chaga olgani kelmaganiga bola qanchalik yig'layapti. Ko'p oilalar hozir ajrashib ketyapti. Oddiy sabab yuzasidan ajrashib ketishyapti. Qancha bolalar misol yetim qolib ketyapti o'ylayapsiz. Oddiy shunaqa vaziyatga bog'chaga kelmagani uchun yig'layapti ichidan bola. Ota-onani o'rnini shetdan bilsangiz bo'ladi menimcha. Chunki o'zingiz uchun bo'lmasa ham, boshqa uchun bo'lmasa ham baribir farzand uchun yashash kerak. Chunki farzand ota-onasiz hech qachon yashalmaydi. Bu narsani tushuninglar. Oddiy narsani deb ajrashib ketib, hayotni o'yinchoq qilishni to'xtatinglar endi. Ajrimlar soni O'zbekistonda shunaqangi ko'payib ketganki, statistika osmonga chiqib ketgan. Aqllilik qilish bas bu sizlarga. Prosta shu videoni ko'rib ta'sirlanib gapiryapman. Bolalar yetim qolmasin. Sizlar o'ylamasalaring, bularni hech kim o'ylamaydi. O'zlaringiz fikrlaringizni qoldirib ketinglar.